Uni o'zim yo'q qilishim kerak. Bu yaramas qoncha to'xtaydiganga o'xshamayapti. Hammasi befoyda ahmoq. Mehribon sen seni yondirib kulga aylantiradi. Nimaga Musashida oldinga harakat qila olmayman. Jin ursan. La'natda, qancha marta kessam ham yana tikilyapti. Nima? Musashi! Nima? Qayerdaman? Sen bizda shtabdasan bo'lakay. Almashamiz, sen shu yerda qolasan, biz esa uni yo'q qilamiz. Demak bu sen. Qo'yvar mana, nimaga menga xalab beryapsan? Bu sen, meni birinchi o'ljam. O'ljam deysanmi? Va yana u nimaga kerak sanga? Orzuyimga erishish uchun hayotimni xavf ostiga qo'yishga ham tayyorman. Hammasi orzu yo'lida degan. Ko'rinishida o'limga ham tayyorsan, lekin libosimga ketayotgandek gapiryapsan. Lekin bizlar bo'lsa otryapmiz va shuning uchun quloqsiz bolakayni jang maydoniga qo'ymaymiz. Men yosh bola emasman. Yo'q, kisinda jarohati bir zumda tuzaladi. Xo'sh, qanaqa qilib bitta o'zing uni yengmoqchisan? Qara. Mana qanaqa kisin? Qo'lga olish otirati, ishga kirishamiz. Faqat ko'pchilik bo'lib, bu bahaybat kisinni yengsa bo'ladi. Necha marta o'ldirishga urinmasang, bitta o'zing hech qachon yenga olmaysan. Orzuyingni amalga oshirishga kelsa, buning uchun senda na kuch, na aql bor. Bu o'lja haqida esingdan chiqarsang bo'ladi. Ani.uz taqdim etadi. Uchinchi qism. Break up mother, break up mother, break up mother 遠くても alright 駆け引きよりも限界突破 Break up mother, break up mother 隠してる会心の一撃叩きのめされたって何度でもステップバック戦だ酸いも甘いも噛み砕き進め下克上いざここからUchinchi qism tashqi olam. Balkim sen haqdirsan. Bu jirkanch maxluq juda bahaybat. Bitta o'zimda kuchim yetmaydi. Lekin g'alati bo'lakay. Nima qilasan? Jang qilishim kerak. Turishga harakat qilma, o'zingiz jarohat tashish mumkin. Hatto o'zim ham bilmayman nimaga. Lekin hozir chekinsam umrimning oxirigacha afsuslanib yuraman. Qochib ketdi. Kapitan, qaytaraymi uni? Kerak emas. Bolakay qaror qabul qilib bo'lgan. Agar u hatto hayotini xavf ostiga qo'yishga tayyor nimadir bor ekan, demak u haqiqatan busi. Nima qilay? Mana hozir qanday yordam bera olaman? Moviy osmondagi turna qanotlari, haqiqiy shohga zarba ber. Zarbagacha 12, 11, 10. O yo'q, ular haqiqiy shohga zarba berishmoqchi. Haqiqiy nimaga? Hoy to'xtanglarchi, qanaqa shoh haqida aytyapsizlar? Musashi hayotini xavf ostiga qo'yyapti. Mana ortga chekinishimga haqqim yo'q. Qizilboy kerak emas. Yaqin borsang zarba ham senga tegishi mumkin. Yo'dan ket. Hech qachon
Boshqalarning gapiga kirib kelishdan charchadim. Orzuyimni hammada yashirdim. Endi hech qachon bunaqa bo'lmaydi. Bu masofada hammasi o'xshashi kerak. Bitta teshik ochish uchun ham 1000 marta urish kerak bo'lsa ham, menga bitta zarbani o'zi kifoya. Buni qilishim uchun. Turna qanotlari zarbasiga 5, 4, 3. Ganimaki Sinryo vayron qilish texnikasi. Yakson qiluvchi qilich. Safni buzmaylar. Agar sen chiqib ketsa, turna qanotlari zarba beramiz. Zarba dushmanga tegmadi. Ularga o'ljamda berib qo'ymayman. O'zim o'ldiraman. Uni o'zim o'ldiraman, tushundinglarmi? 1000 marta harakat qilsang ham bitta o'zing hech qachon yenga olmaysan. Do'zax azobidan o'tsam ham qilaman. Musashi, uni qorindagi shoxni mo'ljalga ol. Haqiqiy shox uni nozik joyi. Agar uni kesa olsang, sen o'ladi. Kotsiro. Sen hech qachon miyang bilan o'ylamaysan. Shuning uchun senga yordam berib turishim kerak. Rahmat, Kotsiro. Mana qayoqda ekanda uni kuchsiz joyi. Qizil kisin olovli tenguin. Sen meni qo'limda o'lasan. Ish berdi. Katanam, sindi. Musashi, ehtiyot bo'l, tepada. La'nati! Sen hazillashmayotganingni isbotlading, lekin u yog'iga men. Nima? Kapitan mahluqni yo'q qildi. Kechirasan. Qo'rqamanki seni birinchi o'ljangda ham baribir o'zimga olaman. Janorsan, uni men va Kotsiro o'ldirishi kerak edi. Kechir bolakay, lekin otiriyatim bilan shunchaki qarab tura olmasdim. Va ehtiyot bo'l. Uni tanasi hozir yo'q bo'ladi. Bizani mehribon kisin o'ldi. Hayratlanarli. Nima qilyapsan? Qizil kisin kuchini o'zimga singdiribman. Qani g'alabamiz shiori? Qizil kisin olovli tenguin. Bu Takeda qo'shini tomonidan yo'q qilindi. Yaramas. Ular bizlardan olib qo'yishdi. Kotsiro, alamli albatta. Bizlardan birinchi o'ljamizda tortib olishdi. Ha. Yeshat. Menimcha bu holatni oldin ham ko'rganmas. Xuddi bizlar o'sha qog'ozda ko'rgan bu sizlardek. Rahmat. Sizlar shahrimizda yagona oniylarga qarshi chiqa oladigan. Bu sizlar rostdan ham hech qanaqa yovuz kimsalar emas. Otamda aytib bergan gaplari rost bo'lib chiqdi. Sen uchun xursandman, Kotsiro. Men bu soat riyatidan noto'g'ri Takeda sizlarga va'da beraman.
Bizlar barcha kisenlarni yo'q qilib, odamzodga ozodlikni qaytaramiz. Qachongacha bu bema'ni gaplarni gapirishni to'xtatasizlar? 150 yil bo'ldi. Kisenlar kamayib qolgani yo'q, aksincha ularning kuchi oshdi. Xo'sh, nima qilasizlar? Yana behuda qarshiliklarni qilasizlarmi? Qanchadan qancha begunoh odamlar sizlarni deb halok bo'ldi. Sizlarning ahmoqona amalga oshmaydigan orzularingni deb, sen faqat hammani umidsizlik tubiga sudrab olarasan. Amalga oshmaydigan devossanmi? Bolaligimda hamma bekorchilar shu gapni aytgan. Agar bilsang, bu so'lar ham har xil bo'lishadi. Kim uchundir birdamlik muhimroq onalarni o'ldirishdan ko'ra. Kimdir bo'lsa ularni barchasini qirib tashlashga tayyor. Bizlarni bitta narsa bog'lab turadi. Onalar yashashimizga va orzuyimizni amalga oshirishga yo'l qo'ymaydi. Qachondir biz orzuyimizdan voz kechamiz va bunga ko'nikamiz va buni avlodimizga qoldiramiz. Shu bilan birga bolalar ism olishadi, usullarimizni o'rganishadi va biz mana shu yerdamiz. Halok bo'lgan quroldoshlarimizni kuchi qilichimizga o'tadi. Hozir bizning qo'limizda qudratli kuch bor. Bu kuchni hech kim tasavvurga sig'dira olmaydi. Poyonsiz moviy osmon, qo'rqmasdan undan zavq olish. Nahotki sen shuni avlodlaringga qoldirishni xohlamaysan? Oniylarning zulmini to'xtatish vaqti keldi. Bizning avlod g'alabaga erishadi. Hech kim qo'rqmaydigan dunyoni yaratamiz. 100 yil oldin paydo bo'lgan bu jirkanchli maxluqlar bo'lmagan joyni. Men qarindoshlarim uchun ularni yo'q qilaman. Iltimos, sizlarning kuchlaringni olishga ruxsat beringlar. Hinamoto ozodligi uchun! U xuddi otam tasvirlab bergan bo'zdek. To'g'rimi, Musashi? U meni asabimga tegayapti. Bu yaramas, mana o'ljamni qo'limdan tortib oldi. U bizga qarayapti. Men o'zimda hislarimda boshqa yashirmaslikka qaror qilganman. Unga aytaman. Assalomu alaykum. Men Godziro Karamaki. Bu esa Musashi. Godziro va Musashi. Sizlardan o'ljaylarni tortib olganim uchun uzr. Hech qisi yo'q. Bunga o'zimiz aybdormiz, chunki juda ham kuchsizmiz. Kimdir aybdor deb bilish noto'g'ri. Shunaqa, Qizilvoy. Umuman olganda kapitan seni joningda saqlab qoldi. Uni aybdor deb hisoblamayapsan, to'g'rimi? Bu sizlarning yagona dushmani bu oniylar. Faqatgina ahmoqlar o'zaro nizoga borishadi. O'ylashimcha, ular haq. Odamlarni bunchalik xursandligini ko'rmagandim. Balkim bu safar o'z hislarim ichimga yutganim to'g'ri bo'lar. Musashi, bolakay, seni jang qilish usuling zo'r. Hozir balkim kuchsizdirsan. Agar harakat qilsang, albatta menday bo'lasan. O, bolakay kapitanning maqtoviga sazovor bo'ldi. Omading bor ekan, Qizilvoy. Sabr qil. Faqat sabr. Kapitan seni hayotingda saqlab qoldi. Hech bo'lmaganda rahmat aytib qo'y. Nimadir desangchi, Musashi. Hammang jim bo'l. O'zinglarni maqtashda bas qilinglar, yaramas samuray qaroqchilar. Voy ko'tiboq, sen kapitanga baqiryapsanmi, qumursqi? Sani ishing bo'lmasin. Nima deding? Endi hislarimni yashira olmayman. Hammasini aytaman. Men o'zimda bosolmayman. Birinchi o'ljamni qo'ldan chiqarganimga. Qizilvoy to'g'ri ketib qopti. U menga kimnidir eslatdi. Ha, to'g'ri. Buning uchun urushsammikan deb o'ylading va odamlarning xursandchiligini buzishni xohlamading. O'ylaymanki, bu sen uchun juda qiyin bo'ldi, to'g'rimi? Men jasur odamlarni juda hurmat qilaman. Bu senga, Musashi. Mani ismim Notora Takeda. Notora? Nima bu? Sen o'ldira olmagan kishini uchun tinchlantiruvchi sovg'a. Keyingi safar kishini o'zing topasan. Bu narsa senga yordam beradi. Omad. Hoy Musashi, bu nima o'zi? Musashi? La'nati! La'nati! Eslasam asabim buzilyapti.
Nimaga unaqa deyapsan? Menimcha noto'g'ri amaki, yaxshi yigit. Nima, yana qanaqa amaki? Bu iflosning xarakteri boq ekan, aldanib qolma Kadziro. U o'g'ri, yaramas qaroqchi. Mana eshityapsanmi o'zi? Bu yo'dagi shaharni tamg'asi. Demak, qanaqadir qog'ozbozlarning narsasimi? Shu ham sovg'ashi yo'q. Bu axir kaleidoskop. Kaleidoskop? Menimcha xuddi o'zi, yaltirashini qara. Lekin tushunmayman, bu narsa qog'ozbozlikka nima keragi bor? Shoshma. Bu turishda oldin ham qattadir ko'rgandekman. Ko'rgandeksan? Qatta? Esladim. Bu sizlar haqida yozilgan qog'ozdami? Uni ko'rmaganimga ancha bo'ldi. Qara. Ko'ryapsanmi? Uni qo'lida ham shunaqa narsa bor. Ha, o'xshash nimadir bor. To'xta, nima? Bu qog'ozdagi naqshlar kaleidoskopdagi ko'rilgan naqshlarga juda o'xshash. Aminmisan? Faqat bu naqshlar emas. Bu oniylar. Oni? Tushundim. Bu naqshlar oniylarni topishga yordam beradi. Oniylarga yo'l ko'rsatadimi? Ha! Noto'g'ri, nima deganini esla. Yetdiki, keyingi ikisini topishimiz kerak. Kaleidoskop bunda bizlarga yordam beradi. U bizni birinchi o'ljamizdan mahrum qildi, lekin o'zimizga boshqasini topamiz. Shoshmay tur, hali noto'g'ri. Balki ham bu ham qanaqadir vositadir. Masalan, Takedaning qo'shinidagilar yonuvchi katana bilan uchgan. Eshit. Balkim qolganini o'qarmiz, shunda ko'p narsa bilardik. Axir bu. O'qib bo'lmaydi-ku. Menga bitta yaxshilik qil. Nima? Xo'sh, ko'raylik-chi. Qadimgi zamonlarda Hinemata yerlarni odamlar boshqargan. Lekin kisi nomli maxluqlar paydo bo'lishi bilan ularning hukmronligi o'z nihoyasiga yetdi. Birin-ketin Sengoku davrining mashhur jangchilari halok bo'lishdi. Lekin yovuz maxluqlarning hukmronligi abadiy bo'lmas. Hozirda Hinematoda qolgan yuzlab kisinlar. Nahotki ular shunchalik ko'p bo'lsa? Hoy Kadziro, qara. Bu kisinlarning nomlari. Bu yo'da bizlar ko'rgan olovli tenguy. Jin ursan. Bu kisinlar bunchalik ko'p bo'lmasa, bu zo'rki, to'g'rimi? Bizlarning o'ljamizda bo'ladi. Bu aniq-ku. Oniylarga qarshi chiqqan mard samuroylar. Kisinlar har xil ko'rinishda va ularning kuchi juda ham ko'p. Ularning kuchi xuddi ma'budlargidek. Ammo ular odamzodni qirib tashlamoqchi bo'lsa, buning uchun jang qilishlari kerak. Odamzodga yerlarni qaytaring. Ammo bu orzu shunchalik ulkanki, uni hech kim amalga oshira olmagan. Boshqacha qilib aytganda, bu sizning vazifasidir. Hali hech kim erisha olmagan buyuk orzu. Bu sizlarning vazifasi. Jasur samuroylar, qilichlaringizni qinidan chiqaring va barcha kisinlarni yo'q qiling. Shundan so'ng tarqoq aholi va bo'linib ketgan shaharlar yana qayta tiklandi. Ilohiy kuchlar eng kuchli kisinlarni mag'lub etgan Busi jangchilari kelur. Mamlakatlar birlashgan belgisi bo'lur. Birlashgan mamlakatlar. Barcha shaharlar birlashadimi? Bunga erisha olgan kishi buyuk birlashtiruvchiga aylanadi va barcha Hinemata yerlarini boshqarish huquqiga ega bo'ladi. Buyuk birlashtiruvchi va shaharlarni birlashtirish? Maktabda bu haqida aytishmaganda. Ha, lekin bu haqida Busin Takeda biladi. Eslaysanmi, u nima deganda? Ular shunchaki qon to'kishmayotganini aytganda. Hoy, Musashi, qayerga ketyapsan? Boshqalar o'z g'ururidan voz kechganda ham, oniylari g'alaba qozonish xohishidan voz kechganda ham, faqatgina Busilar odamzodni erkinligi uchun jangni to'xtatishmaydi. Ular o'zlari aynan shu yo'lni tanlashdi. Shaharlarni birlashtirmoqchimisan? Mana nima uchun jang qilyapsan? Demak, tushunib yetibsan-da Musashi. Hinemata yerlaridagi hamma kisinlarni yo'q qilish kerak va buni bizlar qilamiz. Ular bilan jang qilish yosh bolanish emas. Sani kuching yetmaydi bunga. O'zinglar ham faqatgina ularni bittasini yo'q qilgansizlar xolos. Bu bolakay. Bu bolakay menga yoqmayapti. 150 yil o'tdi. Bu orzu shunchalik ulkanki, uni hali hech kim amalga oshirmagan. Agar buni hech kim qila olmagan ekan, demak buni o'z qo'llarim bilan qilaman. Ular qanchalik kuchli bo'lmasin, hamma kisinlarni yo'q qilaman. Bitta ham qoldirmayman. Faqat shu yo'l bilan shaharlarni birlashtirish mumkin. Urinib ko'r.
Qiziqib ketyapman, devor ortidagi hayot qanaqa ekan? Keyingi safar hech kim bizlarga yordamga kelmaydi. Bu narsa meni to'xtata olmaydi. Chunki men butun hayotimni shunga bag'ishlamoqchiman. Musashi va Sanam Katsiro! Omad tilayman! Yo'linglar bexatar bo'lsin! Rahmat! Bizlar ketyapmiz. Oxiri ko'rinmayapti. Mana qanaqa ekanda bu dunyo. Qara. Tatsuya shaharchasi juda ham kichkina bo'lib ko'rinyapti. Demak, shu yoshgacha, shu tor joyda yashab-bizda. Agar sani va otang meni qilich ishlatishga o'rgatmaganida, meni haligacha konchi bo'lib yashayotgan bo'lardim va hech qanaqa orzuyim ham bo'lmasdi. Musashi. To'g'risini aytsam, men yoshligimda seni va otangni uchratganimdan juda ham baxtliman. Xo'sh, unda uchaydigan qala? Qiziq, qanaqa qilib uchyapti ekan? Nimaga bizlarni qalamiz uchishini bilasizlarmi? Bu qanaqasi? Axir shayton otida bor-ku. Rostdan ham Katsiro, u qanaqa qilib boshqariladi? Bilmasam, lekin tez orada bilib olamiz.